Assalomu alaykum hammaga. Oddiygina kelinni oddiygina vlogini boshladik. Qani ketdik. Bugun vlogimizda bittagina reklama tiqib ketaman desam to'g'riroq bo'ladi. Mana bu turman ustida turgan bazaviy o'xotlar, ya'ni yuz uchun o'xotlar bu Green Life mahsulotlarniki, ya'ni Silux degan brendniki hisoblanar ekan. To'g'risini aytaman, bu brendda mahsulotlarni bir-ikki marta ishlatib ko'rdim. Yuzim menga ming marta rahmat aytib yubordi, chunki yuzim bu brendda mahsulotlarni, o'zi Green Life mahsulotlarini ishlatishni boshlaganimdan keyin yuzim nafas olishni boshladi. Voy, bu o'tgan vlogingizda ham Green Life mahsulotlarini, Green Life kaplasini maqtadingiz. O'zi buncha Green Life mahsulotlarini maqtaysiz deganlarga oyijonim Green Life firmasida ishlaydilar. Shuning uchun mahsulotlarni sotadilar. Shuning uchun bir bloger bo'lib oyijonim mahsulotlarini maqtay desam maqtabmanda. Shunday qilib maqtab oyijonim Green Life mahsulotlarini hamma joyda supurdim. Lekin to'g'risini aytaman, agar kimgadir shunaqa o'xotlar yoki uy uchun nimadirlar kerak bo'lsa, Green Life mahsulotlaridan bizda dastlabki xizmat ham mavjud. Bemalol sizga yetkazib berishimiz mumkin yoki Green Life mahsulotlari bo'yicha qanaqadir savollaringiz bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Shunday qilib hamma joyni supurishni boshladim. Yana Green Life mahsulotlarini gapirib, bu yerda esa qo'shnimizni o'g'ilchasi o'tgan, ikki qiz yoniga olib nimadirlarni bijir qilib boshini og'ritdi. Oxir qo'shnimizni o'g'ilchasi chiqib ketdi bu Oysha bilan Hadichaning dastidan. Shunday qilib hamma joyni supurib bo'lganimdan keyin har doimgidek yaltiratib artishni boshladim. To'g'risini aytaman, bizda 2 kun qayerdir yuvilmay qolsa birdaniga chang bo'lib qoladi. Men o'ylayman, bor chang bizni hovlimizga kelib tushadi deb o'ylayman. O'zbekistonning butun changlari keladida, shu Sabina tozalasin deydi-yu, bizning hovliga kelib tushayotgandek tuyuladi. Mayli boriga baraka deyman-u, hamma joyni tozalab, yuvib artishni boshlayman. Keyin esa bu yerda chaqaloqim yig'laydi. Keyin bu ikki qizaloqni chaqaloqni oldiga olib kirsam, onalik instinkti tushib ketdimi bularga bilmayman. Yostiqchalarni olib, o'zicha bolalarni uxlatishni boshlashdi. Bu qiz tushmagunlar, bular bilan hayot shunaqa shirin o'tadi-da, bolajonlarimiz, bizning hayotimiz mazmuni. Shunday qilib chaqaloqni uxlatib bo'lib, yana ishga sho'ng'ib ketdim. Bu yerda esa tabiat menga qarshi ish qilishni boshladi, chunki hamma joyni surib bo'lgandan keyin yana shamol turib barglarni to'kishni boshladi va bu yerda esa shaloplatib suv sepib, yana shivobra bilan latta bilan artishni boshladim. Mana bu yerda esa psixologiyada muammoim borligi yana ko'rinib turibdi, chunki bu yerda shamol barglarni shunaqa to'kishni boshlasa, bitta to'ksa, bitta supuraman, yana bitta to'ksa, bitta supuraman. Qo'y bo'ldi, o'sha barg turgan joyda tursin deydigan odam yo'q-da menga. Mayli deb hamma joylarni yana yaltiratib artishni boshladim. To'g'risi menga yoqadi hamma joyni shunday yaltiratib artish. Keyin esa qizaloqlarimga bir qarasam, ikkalasi molxonaga borib olganda, keyin ularni molxonadan sudrab olib kelib, yonimga yana qo'yib qo'ydim. Mayli ishimga xalaqit qilsa ham o'shalar molxonaga yurmasin deyman-da. Keyin esa mana bu yerda mana bunday qilib artishni boshladim, chunki bitta blogerning videosida ko'rdim, juda chiroyli chiqdi. Shunday qilib mana shunday qilib artdim, chunki menda ham chiroyli chiqdi. Ko'rgan bo'lsangiz